Tug'ilding-u bag'rimiz to'ldi. Yuzimiz ham baxtimiz kuldi. Olam birdan charog'on bo'ldi. Jonim qizim, jahonim qizim. Assalomu alaykum yaxshilardan-da yaxshi insonlarim. Yangi kun muborak. Ochiq osmon ostidagi jannat makon yurtimizda shukronali kunlarni nisholayotgan barchani muborak etamiz. Sizlar bilan Dil izhorim loyihasi ijodkorlari xizmatingizda va men boshlovchi Madinaxon yana bir qadrdon insonimizni xursand qilish uchun tayyorman. Bizda hayajonli daqiqalar. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Gulshan opa, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Xayrli kunlar bo'lsin opajon, bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q. Sizni bugüngi tavallud ayyomingiz, shukronalik kuningiz, Rasulumizga ummat bo'lgan kuningiz bilan tabriklayman. Rahmat. Allohim umringizni ziyoda qilsin. Bunday yoshlarni ko'pini ko'rib, mana shunday xursandchilik kunlaringiz bardavom bo'lsin opajon. Rahmat. Ayni damda sizni Dil izhorim loyihasi teleradiodan bezovta qilyapmiz. Boshlovchi Madinaxon bo'laman. Bugun bizning loyihamizga yaqinlaringiz tomonidan tabriknomalar kelgan. Nima deb o'ylaysiz, opajon? Qaysi yaqin insoningiz yuborgan bo'lishi mumkin? Kam yoki bola. Yana bormi taxminingiz? Bola. Mashallah. Albatta. Sizni jonlaridan ortiq yaxshi ko'rguvchi, dunyolarga alishmas, jannatda ota-onangiz Toshpo'lat aka, Feruzaxon opalar nomidan kelibdi. Ular bilan birgalikda xolajoningiz Tolnozaxon opa, momangiz Gulnora opa, tog'angiz Qahramonjon aka, ukalaringiz Yaldorbek, Fanisbeklar ham sizni tabriklab o'tyaptilar. Ilohim aytganingiz kelsa, ijozat bersangiz opajon, birozgina vaqtingizni olsam-da, mehribon ota-onangiz yuborgan tabriknomalarni o'qib eshitirsam maylimi? Mayli. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum, jonginamdan bir parcha bo'lganim. Bizni ota-onalik baxt kabi eng ulug' baxt bilan siylaganam. Jismimizdan jon, rangimizdan rang olgan mehribonim, jannatim qizim. Sizni bugungi tavallud ayyominga, shukronalik kuningiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ilohim umringiz uzoq, tanajoningiz doimo sog' va salomat bo'lsin. Mana shu ikki kaftlarim doimo siz uchun duodadir. Jonim qizim, Ilohim Robbim Allohim sizga ikki dunyo saodatini hadya qilsin. Sizga berilgan umrni uzoq, barokatli o'tkazishlik, savob va amallar ichida yashamoqlik baxt ham nasib qilsin. Qizalog'im, yoshingiz qancha ulg'aymasin, biz uchun doimo jajji farishtamiz bo'lib qolaverasiz. Qalbingizda neki ezgu niyatlaringiz bo'lsa, barchasini Allohim ziyodasi bilan amalga oshirsin. Inshaalloh doimo bizlarni yuzimizni yorug' qilib, oldimizdan va ortimizdan doimo bizlarga duolar olib yuradigan soliha qiz bo'ling. Mehrligim, yuzlaridan nur yog'ilguvchi farishtam, Robbim Allohim sizni o'z panohida, hifz-u himoyasida asrab avaylasin. Sizlarni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Bunda yoshlarni ko'pini ko'rib, sizlarni rohatlaringizni ko'rib yurishlik bizlarga ham nasib etsin. Qalbingizdagi barcha ezgu niyatlaringizga yetib yuring. Bu dunyodagi eng baxtli, sevimli ayol bo'lib yuring. Shirin so'zi bilan ajralib turgan, barchani qadrlab birdayin ko'rgan, mehr bilan boqib mehriga ko'mgan, dunyoda tengi yo'q qizim bor meni. Jonimga jon tomar, jonimga rishta, uy joyi saramjon, doim sarishta, mehrda tengi yo'q misli farishta, dunyoda tengi yo'q qizim bor meni. Misli oy yuzligim g'urora osmon, balodan tayanchim jonimga posbon, Allohim asrasin doim har qachon, dunyoda tengi yo'q qizim bor meni. Farishtalar ichra eng go'zal sanam, dunyoda ko'rmadim siz kabi qizim, qalbimning to'rida o'zingiz hakam, dunyoda tengi yo'q qizim bor meni deya ajoyib bo'lgan nazlarni, Dil izhorimning va she'riy maktublarini siz uchun mehribon ota-onangiz, barcha oila a'zolaringiz yo'llab o'tibdilar.
Suhbatimiz loyihamiz tomonidan esdalik uchun yozib olinmoqda. Sizni ham mehribon ota-onangiz barcha oila a'zolaringizga samimiy tilaklaringiz bo'lsa yo'llab qolishingiz mumkin. Biroz soniyalardan so'ng ular bizni suhbatimizni tinglaydilar. Ilohim, rahmat. Jarayonga e'tibor berish kerak. Malak qilganingiz rahmat kattakon, ilohim aytganingiz kelsin. Mana shunday mehr. Salomat bo'lsinlar nabiralarni ko'rib. Amin. Rahmat opajon. Katta so'zlar ikkita o'zim to'yini ko'rsalar. Balaga borsinlar. Bundan bilan Ilohim. Rahmat kattakon, aytganingiz kelsin. Mana shunday mehribon jigarlaringiz, mehribon ota-onangiz baxtiga doimo sog' salomat bo'lib, shukronalik kunlaringizni a'lo kayfiyatda o'tkazib olinglar. rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, Allohga omonatsiz. Go'zalim ona qizim, qosh ko'zi xuddi o'zim, ta'rifga yo'qdir so'zim, mana muslima qizim. Oy desam oydan go'zal, so'zlari qandu asal, dada desaman kasal, bo'laman ona qizim. Qizalog'im oyna, sho'x shodon oyna, bir kulib oyna, bugun sen tug'ilgan kun. Ona qizim oyna, sho'x shodon oyna, bir kulib oyna, bugun sen tug'ilgan kun. Malla soch qo'g'irchoq, dilimga ovunchoq, ko'zlarim quvnab ketar, ochib kelsang quchoq. Oy desam oydan go'zal, so'zlari qandu asal, dada desaman kasal, bo'laman ona qizim. Qizalog'im oyna, sho'x shodon oyna, bir kulib oyna, bugun sen tug'ilgan kun. Ona qizim oyna, sho'x shodon oyna, bir kulib oyna, bugun sen tug'ilgan kun. Qizalog'im oyna, sho'x shodon oyna, bir kulib oyna, bugun sen tug'ilgan kun. Ona qizim oyna, sho'x shodon oyna, bir kulib oyna, bugun sen tug'ilgan kun.